Tezkor xabar: Toshkent havosi hozircha yaxshilanmaydi. O'zgidrometning yangilangan prognozlariga ko'ra, havo sifati noyabr oyining oxirigacha yaxshilanmasligi mumkin. Avvalroq sinoptiklar 24-noyabrdan keyin havo tozalanishini aytgan edi. Biroq sinoptiklarning yangi prognozidan ma'lum bo'lishicha, inversiya holati kelasi hafta oxirigacha saqlanib turadi. Shu sababli havodagi ifloslanish ham oy oxirigacha davom etishi mumkin. O'zgidrometning ta'kidlashicha, havo sifatining keskin yomonlashuviga bir vaqtning o'zida bir nechta tabiiy omillar ta'sir qilmoqda. Haroratning tez-tez o'zgarishi, yog'ingarchilikning deyarli yo'qligi va havo qatlamlarining aralashmasligi. Aynan shu omillar tufayli chang va zararli zarrachalar tarqalmay shahar ustida to'planib turmoqda. Aytish joiz, Toshkent shahrida bir necha kundan beri iflos havo saqlanib qolmoqda. IQ Air portalida Toshkent dunyo bo'yicha havosi eng iflos shaharlar reytingida yuqori o'rinlardan tushmayapti. Shu kabi muhim yangiliklarni birinchilardan bo'lib bilish uchun Toshkent.ga obuna bo'ling.